Hurmatli obunachilarimiz, bugun xizmat avjida o'tiribdi. Biza xudo xolasa Safiya tort salatlari bilan Nuhol to'yxonasida xizmatdamiz, ya'ni Bog'otdagi. Assalomu alaykum Ruhiyaxla. Sog'misiz? Alaykum assalom. Bugun xudo xolasa ne xizmatlar ko'rasiz turibdi bu yerda to'yxonamizda xudo xolasa. Shularni aytib o'ting. To'yxonamizga 3 xil salatimiz keldik. Baklajon sous, sezir, hamda baklajon ruletlarimiz. Keyin 3 xil pirojnilarimiz ham bor. Yine mağaran to'rtam salatam bir joydan bitti az, doğrumi? Ava. To'yxonamizda xizmatlarimiz, hurmatli obunachilar, salatlar ham, undan tashqari tortlar ham bir qo'ldan bitti. Ajoyib bo'lib, ko'rib kuzatib borasiz. Hozir ustara qo'yilgan jarayonlarni ham ko'rgazib beramiz sizlarga xudo xolasa. Bu yon tarafda yana tortlarni taqlab yotib qo'yinglar xizmatda bolalar. Bu yon tarafda salatlarni. Bu tortimizni ko'rishingiz mumkin hurmatli obunachilar hozir. Eshinni olib xudo xolasa Safiya tort salatlari yana brendlarini ko'rishingiz mumkin. Yana xudo xolasa dasturxonimiz ham bezab boshladilar. Endi bu yerda aytib boshlavering, necha xil bezak bo'ldi endi? Safiya tort salatda ikkalingiz bering, necha xil bezakda? 3 xil. Sezirimiz ukrashiniyalarini choylatib bezadik. Bu baklajon sousimiz. Dahshat. Bu baklajon ruletimiz yana. Hurmatli obunachilar, dim mazza salat bo'ladi, dim mazza bir taom bo'ladi bu narsamiz. Baklajonimiz ham yaxshi. ta'mlar ham konkret, zo'r salatlardan bir hurmatli obunachilar, qarang. Safiya tort salatlari hurmatli obunachilar, bir ustarda xudo xolasa shuningdek ko'rkam, shuningdek bir chiroyli mazza salatlar bo'ladi, tortlari. Ya'ni bir joydan bitadi albatta. Ikkisini ham, salatini ham, tort ham bir joydan xudo xolasa ruhiy qalam bitirib keladilar. Albatta. Endi bu to'yimiz xudo xolasa shunda necha ustar bo'ldi? 60 ustari salat pechonilarimiz saqlab berdik yana. Hurmatli obunachilarimiz, ko'rishingiz mumkin yana ustarimizda nechta bo'lib tortlarimiz, salatlarimiz chiroyli bo'lib turibdi yana. Xudo xolasa kimda kim shuningdek xizmatda kerak bo'ladi bo'lsa, bemalol Safiya tort salatlarına murojaat qilishingiz mumkin. Ekran yuzida nimalarni qoldirdik, hurmatli obunachilarimiz. Bugungi xizmatimiz Xorazm viloyati Bog'ot tumani, ya'ni Nuhol to'yxonasida bo'ldi. Asa, ishlaringiz omat asa. Rahmat. Safiya torta xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling asa. Rahmat.